Assalomu alaykum. Yana uchastka sotiladi ekan. Ko'chadan boshlab sizlarga ko'rsatayin. O'yla dusham ketagan, anaqdan qo'rg'ondan kerak katta yo'l Navzaminda. Mana Metpunkt juda ko'p mashhur. Javoniga yaqin joyda, bunday qanda. Ya bu yerim Javon deylimi? Navzamin, Navzamin degan joy. Mana shu yerda Metpunkt men apteka bor. Mana shundan kelganimizda mana uyda. Mana zaborimiz, endi ag'uy, mana shu. Hozir bor sizlarga ich sirtini polnistni ko'rsatamiz. Shu videoni oxirigacha ko'rsatingizlar, Xudo ustasini polni ko'rsataman. Ana endi ko'chadan uyga kiramiz. Uy op shu agrati ham bor ekan, 10 so'diq ekan. Mana. Men dedi kimki sotib olsa, shunday taylaman ketaman dedi. Nimaki bo'lsa, konditsionermi, boshqami, dushlarmi, hamma tarafdan Xudo ustasi bor ekan. Faqat o'zim ko'rpa to'shagimda olaman, tamom dedi. Mana endi bismillah deb uydan boshlaymiz. Bu mehmonxona ekan. Mana bu konditsionerlar, boshqa hamma narsalari polnistda qoladi. Buni ham qolamaydi. Bilam qoladi ekan xolos. Men ko'rpa to'shagimni so'mkamda olaman, chiqib ketaman dedi. Maydalashib bir tomonda qirib jo'yib olib ketmayman dedi. Ketdi endi. Oshxonada. Bu mana bu kanaldan samotok suv keladi ekan. Bu haligi nasos pasozga aloqasi yo'q. Samotok o'zi yenib keladi ekan. Muhimi yozda suv keladi dedi. Har yozda ana shu yerdan suv postoyan ag'adi ekan. Ana undan keyin qaranglar, mana oshxonasi. Bunaqda yana bir anjomxonasi. Mana shu ko'rib turgan sharoitlaringiz shunda polnistda qoladi. Bir normal oila kelib yashasa bo'ladigan uy ekan. Bunlarga ko'chalari ham shevin, lay emasda, bunday qanda. Ana endi buna uylarga kiramiz. Bismillah deb. Mana. Pechkalari men polnistda qoladi. Mana uylarda atrofini mana. Men dedi sirtini ham, ichkarisini ham har ikki uy, mayda uy, katta uy bo'lsin, padmayak shkaturka qilman dedi. Mana bu dush ishlab turibdi. Tak. Men o'zimni denga ko'rsatib bering bola. Papish bo'lsa undan ham yaxshi ekan. Ana rahmat. Mana dushni qarangizlar, mana. Aka o'zimni denga ko'rsataman. Mana dush, mana sharoitlari. Mana hazır suvlar var-da, xullas kimdir cho'milibdi. Mana bollari bor. Ketdi. Hamma narsa qoladi dedi. Mana bunlar boshqasi hammasi qoladi. Menga kerak emas dedi. Shu sotsam bo'ldi dedi. Mana yana bitta xonasi, mana televizorlari ham polnistda qoladi. Patologi urilgan kak bo'lgan issiqqina uy ekan. Sababi mana bu ko'mir pechka yonib turibdi. Mana endi biz 3-xonani ham ko'rib tugatdik. Mana bu ham samotok ekanda, bitta bu yerda bo'lsa, bitta bu yerdan parlab suv keladi dedi. Mana bu yerdan o'zi kakra suvlar shunday ketadigan joyga ketadigan xullas. Mana endi mana bu havuz ekan. Ayna bu havuzingiz nechta tonnalik? 8 tonnalik havuz ekan. Hamma navsharalarni olib kelib shuning ichiga solganman. Jon suv uchib yotadi dedi. Bir javonman ham to'lib qolaveradi, chunki hamma taraflama shunga kelib kirgan ekan. Mana bu hajatxona betonlangan, o'zimdan tartib, gavnovoz kelib, yesishni olib ketadi ham pastaniga olgan ekanda. Endi uchastkasiga biroz yenamiz endi, yerinmayik biz ham. Xo'p, bu yerda mevali daraxtlar, mana bu behilar hosil beradi dedi. Badamlar ham, ko'p daraxtlar ham, mana shu zardal hammasi hosilga kirib qolgan dedi. Xullas bu yerga agrat bor ekan. Mana bu teraklar ham, ana tomondagi teraklar, pastdagi tallar ham menga tegishli dedi. Kim sotib olsa shuniki bo'ladi dedi. Ana endi mana bu uyga kelamiz. Bu yerga kirishdan oldin buni haqida sal berajak informatsiya. Bu karavotlar qoladi ekan. Ikkita taxtalari bor. Faqat endi qishda buni taxtalar ishib qolmasligi uchun shuni shu yerga kiritib qo'yganman dedi. Astlari kraskalangan, buni ham kraskalangan. Tayyor yangi ikkita karavot. Tabistonda ko'chaga chiqarib daraxtning soyasida ko'kchayda chiyib o'tirasizlar. Buni uzun mehmonxona ekan. Mana shifandirlari, bunilari men ham qoladi dedi. Ishtobi yashab turgan uy, eng asosiy glavni uy shu ekan. Narg'i eshikka bir kiramiz. Mana bismillah deb bu yerga ham kiramiz. Buni podval ekan, haligi qo'yg'ich nima deydi? Banka qo'yadi, boshqa narsa qo'yadi. Ishtobi xaldingdek xabarda ila behilar, mana shu yerdan og'amman ukajon dedi. Mana behilar haligacha turibdi ekan. Mana bir dalandurin ekan qo'l. Ana endi qaranglar. Mana patoloklarim ham polnistda remontdan chiqqan. Mana bu uy jarq ekan. Ikkita terazasi bor ekan sababi. Mana как положено uy. Konditsioner ham e'tiborga loyiq. Mana bu yerda
Beshligi. Buni sterilizatori mana. Hammasini tarif ketaman dedi jigarlar. Endi tashqariga chiqib uyda narxini boshqasini aytamiz, asosiy joyini. Mana bu xolodilniklar ham qoladi dedi. Aytapan-ku, nimaiki narsa bo'lsa taylayman ketaman dedi. Juzum chaylarni o'tgan yil qildim dedi. Sezonda polisda bularning ichiga armaturasi man, itto betonni quyganman dedi. Mustahkam bo'lib qolganda bunday qanda. Ana endi havlini ko'rdingizlar, ha? Endi bu uyda narxi kelgan bo'lsa, biz aytib o'tamiz. 600 ming saman deyapti. Yana albatta muomalasi bor dedi. Men uy sotib, satib mijirmaganman, shu narxni qo'ydim. Qancha ko'tarsa, savdogarlar savdoni qiladi, shu narxga bo'ladi dedi. Men faqat aytishim 600 dedi. Savdoni qilib, bemalol shu ekranda raqamga murojaat qilasizlar. Aynan biz 600 deb eshitdik, endi bunday deb siz gaplaringizni boshlaysizlar. Bu tushadi, sizlar sizlar tushasizlar, bu ko'taradi va xullas tavola yo'l bo'ladi deganda savdo obязательно bo'ladi. Uylar polni mehrmi qilman dedi. Buna betonlarni boshqa qilib yashayman dedim-da, bu yerda yashashga nasib etmayapti. Men shaharga ko'chib ketaman, qaroqchi dedi. Ishiga yaqin bo'lish uchun. Jigarlar, mana shu aytilmagan gaplar bo'lsa, meni so'kmangizlar. Shu egasdan so'rabangizlar, raqam qo'yganman-ku. Mana shu raqamga murojaat qilingizlar-da, savdosini qilib olasizlar. Agarda uy sotaman yoki bir ish qilaman desangizlar, mana o'zimda raqam. Esingizda shunga murojaat qilsangizlar, sizlarning uylaringizda yoki bir xizmatingiz bo'lsa, borib qilamiz. E'tiborlaringiz uchun kattadan katta rahmat.